Assalomu alaykum. Ana keldik yana bir joy, stariy joy ekan. Antika joylari bor ekan. Mana shu tepalikda chiqish tepalikka 10 euro ekan. Xudo xolasa chiqamiz, o'sha yerdan bitta video kadr qilaman. Zo'r joylar ekan. Eski, lekin bularga Samarqandni ko'rsatish kerak. Bularga Samarqand registonlarni ko'rsatsa, mana bu yurgan turistlar jinni bo'ladi. Chunki nimaga desanglar, ozgina baland joyni ko'rsa, telefonda o'sha olib rasmga tushiryapti. Bularga Samarqandni ko'rsatish kerak. Samarqand, Registon, Xorazm, Xiva, ana ichon qal'alarni ko'rsatsa, jinni bo'lib qolsa kerak bular. Haqiqatdan ham dahshat joylar o'zimizda. Gap yo'q ularga. Shunaqa joylarga kelib bir tomosha qilaychi deb bekarchilikda keldik. Shunday ekan. Mana Adr tepasiga qurilgan tepasiga 10 euro qilib qo'yibdi-ya. 140 ming so'm chiqish ha. Qo'ya, chiqmayman. Undan ko'ra Ichonqal'aga boraman. Samarqand, Buxoro. Na go'zal joylar. O'zbekiston. Tengsiz o'zbegim. Senga tengdosh Pomiru Oqsochdiyon shoni o'zbegim. So'ylasin Afrosiyo bu, so'ylasin urg'un xatin. Toylaringga qurbon bo'lsin, allar o'zbegim. Joninglar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar.